Assalamu alaikum qardoshlar. Hozir kirganlar bormi yo'qmi bilmadim. Asta odamlar kirayotgan o'xshaydi. Qiynab bir qancha meni saqlab turaylik. Hozir 7 odam kirib bo'libdi. Yani bir minut saqlab anoniki başlasak bo'ldim. Men ama birinchi qitim Facebook live video qildigan bo'lganligim uchun sal kechikib qoldim, kechirsizlar. Hozir 14 odam bo'libdi. Bo'pti, boshlab beraylik qarindoshlar. Men o'zim sizlarga degandek, to'rda chiqargandek, soat 10da shu bevosita bir to'r bir suhbatdek bir yig'ilish o'tkazilishini to'g'ri ko'rdim. Bunda bo'lishdagi sabab masalan shu bir qancha kun bo'ldi, hozir bizniki to'rlar nayt qizib ketdi. Ondan bo'pmi o'zaro bir-biri bilan gap talashadigan, so'qishadigan har xil omillar bak ig'ir. Uning sirtida hamda eng muhim masala bizniki asosliq ish bu xalqning kuchini ko'rsatadigan bir vaqtda xalqning kuchini ko'rsatish u yoqda qilib jidal majroninki ichida bizniki qilmoqchi bo'lgan asosli ishimiz ko'pik aynib ketayotgandek bir xil ahvol shakllanib qoldi. Bu amaliyotda bir xatarli ishchi. Shuning uchun men o'yladim, tunugun o'zinglar ko'rdinglar, Diler Musawa efendim to'g'ri chiqib, petitionning boshlanganligini, bu ko'pchilikningki nima uchun cho'qim o'zining rolini joriy qildirib, buning cho'qim imzo tashlashninki zo'r ekanligini o'tirib qo'ydi. Endi men bugun bu yerda u tunugun deyilib bo'lgan gapni men qayta takrorlashning hech zaruriyati yo'q. Chunki men bu ishninki boshdan oxiri men xabarim bor, hamma bilaman, ham men boshdan oxiri qo'llaqliq. Shuning uchun men o'zim bir xalqninki bir a'zosi bo'lish yoki bo'lmasa bizning bu shu Sharq Turkistonliklarninki diasporadagi bir a'zosi bo'lish sifatim bilan men bunga bir aniqlama berish yoki bo'lmasa ko'pchilikka bir ozroq tushuntirish berishni men to'g'ri ko'rdim. Endi nurg'un odamlar bu shu imzo to'plash yoki bo'lmasa shu xalqning ovozini ko'pchilikning ovozini yo'ritib beradigan shunaqa bir xil ishni bu mayli ma'lum bir tashkilot bo'lsin, masalan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi yoki boshqa tashkilotlar bo'lsin, maqsad qildi dunyo qurultiyi qilayotgan hujum deb tushunyapti. Bu amaliyot bu hujum emas. Bu ishninki nimasi biz dunyo Uyg'ur qurultiyini yo'qitimiz yoki bo'lmasa shu petitionni boshlagan bolalarningki hech qaysi dunyo Uyg'ur qurultiyini yo'qolsin demayotdi. Bu faqat bu yerda deyilayotgan gap dunyo Uyg'ur qurultiyini o'zini to'xtamay men Uyg'urlarga vakillik qilgan birdan bir organ deydigan ashunaq xato hukmni yo'qotish, ashunga raddiya berish. Shuning uchun bo'layotgan narsa. Shunga buni to'rnida to'xtamay kishilarning beshini qaymoq turadigan yoki bo'lmasa sizlar Xitoyni bir chetga qo'yib dunyo Uyg'ur qurultiyi hujum qilyapsizlar yoki bo'lmasa hujumni o'zimizga qarata olsizlar deydigan mana bu ta'tir tashviqot bor. Shu ta'tir tashviqotning oldini olish uchun bu nuqtani men mishada oydin qilib qo'ymoqchi. Biz hargiz dunyo Uyg'ur qurultiyini yo'qolsin demayapmiz bu yerda. Biz faqat bu yerda da'vat qilamiz. Birinchi nuqta. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hargizmi Uyg'urlarga vakillik qilgan birdan bir organ emas. Dünya Uygur Qurultayı dava qiladi.
Başqa ma petishini başlagan, yoki ma nuqta o'tirib qo'yayotgan bolalar kurash qiladi. Kurash qilish bilan da'vo qilishning bu yerda tubdan farqi bor. Kurash qilman degan odam o'zining erkinligi uchun, o'zining tupurigi uchun bir narsa mana tatib olaman deydi. Da'vo qildigan odam xalqning oldiga o'zining davlatininki tizbaga ramkaning ichida berib sadiga tilaydi. Onu da'vo deydi. Shuning uchun bu ikki narsa negiz, yıldızdan o'xshamaydi. Shuning uchun bu narsa hamma odamning kallasi aniq bo'lib ketishi kerak. Bu birinchi nuqta. Ikkinchidan, biz Dünya Uyghur Qurultayının 7-növbətlik özünün elib bağan saylımı, yoki onu saylam emas əməliyyatda. O saylam bo'lmasdan, o faqat bekitish yig'ini deb qarasak to'g'ri bo'ldi qayda bo'yicha. Ondan sonra bekitish yig'ini degan nima deganda tizimlik bor. Mayada o'ng tarafda tizimlik, sol tarafda tutilgan huquqning tizimlik bo'ladi. Ma odamga ikkisini bir-biriga chetib maqdaganda buni huquq tayinlashig'ini deymiz. Bu huquq tayinlashig'ini bu saylam emas. Ana o'ylab yiqinglar. Dünya Uyghur Qurultayı davomli degidek men Uyg'urlarga vakillik qilman deb turib, demokratiyaga o'zi bo'ysunmay turib, demokratik davlatning o'zi pul ep turib, Uyg'urning ichiga men demokratik hukmni akirman, yoki shu tarbiyani qilaman deb tartib tashviqini qilib turib, dunyoga bergan ta'sir, sirtqa bergan ta'siri biz Uyg'urlarning hech demokratiyani bilmaydi deydigan ashna bir hukmni beryapsa. Mushundaq qiliqi chiriq ichidan chirib ketgan ashna bir tashkiliy tuzumning ostida bular da'vo qilyapti. Bu kurashni qana qilamiz? Bu yer zaminning ko'rishtirsa bu. Bu biz o'zimizning tuqqanlarning odamning ko'rishini ko'rishtirsa bu. Mushu nuqta nima deb biz o'ylashmaymiz. Shuning uchun ma'u bizning qilayotgan hozir ishimiz bu xalqning kuchi. Xalqning kuchi orqali Dünya Uyghur Qurultayidek ishdan chirib ketgan nurg'un boshqa tashkilotlar bor. Ash tashkilotlarga xalqning kuchini ko'rsatib qo'yish. Xalqning kuchining naqadar zo'r ekanligini bilib qolsin demoqchi. Shunga bu yerdagi ko'rilayotgan narsa Dünya Uyghur Qurultayining ichidagilar chirish emas. Boshqa organlar bor. Mushu xalqning kuchining mushu inqilobning boshlanishi mana mushunda bo'ladi. Xalq boshlaydi inqilobni, tashkilot boshlamaydi. Mushu nuqta aniq bo'lib ketsin. Uchinchi nuqta bu yerda men cho'qim sizlarning samolarga sab qo'ydigan narsa har qanday inqilobning o'ng qanti so'l qanti bo'ldi. Agar birsi nati yumshoqlik bilan shu ramkaning ichida men nim versang shuni qabul qilaman deb ikki qo'lini ko'tarib mendaq menib yurgan odamni buni sol tarafdagi odamlar deymiz. Bu yumshoq qo'lliqlar ish qilayotganlar. Anikin yana bir tarafdagilar bu yoq biz o'zimizningki huquqini o'zimizga tavanasini yulib olamiz, biz qattiq qo'lliqlar ish qilamiz deydiganlar baba. Buni o'ng qanot deydi. Hozir mush turqining o'zida biz tarixiy bir bo'linish xarakterlik davrga qadam besib kirib bo'ldik hozir. Mayli uxlanglar, uxlamanglar, yoki uyg'onganlar bo'lsin, hammalarida bu nuqta nayt aniq bo'lishi kerak. Biz bo'lindik o'tirdim. Onda qilganda o'ng bilan so'l o'tirliqiga bir siziq sizilish kerak. Mushu bizning chiqargan bu petishning o'zi ashu siziqninki sizilishning boshlanishi hisoblandi. Mayli yaxshi ko'ring, yaxshi ko'rmang, u o'zingizning ishi. Siz ovoz atmasangiz u o'zingizning ishi. Lekin agar men bir Sharq Turkistonlik, bir grajdani mening shu tuproqning ichidagi qon yig'layotgan qarindoshlarimga qo'shilgan bir kishilik hassam bor yoki bo'lmasa majburiyatim bor deydigansiz, unda bo'lsa hozir siz o'zingizning shu mas'uliyatining shuning o'disini chiqargan vaqtingiz. Ovozni siz atasiz. Siz o'zingizningki maydoningizni aniq qilasiz. O'ngda turamsiz, solda turamsiz. Bu aniq bo'lib ketish kerak. Bu bir narsa. Ani yana birsi har bir Sharq Turkistonlikningki sizlarning huquqinglar bor. Sizlarning majburiyatinglar bor. Agar sizlar majburiyatinglarning o'disini chiqmasanglar, yoki bo'lmasa o'zinglarningki o'tashga tegishlik huquqinglarni ochiq, oshkora, yurakli holda o'tirg'i qo'yib davomlashtirolmasanglar, demak, unda bo'lsa sizlar vatanni ozod qildik, bu gapdan ig'iz ochmaslik kerak qoida bo'yicha. Ig'iz ichishqimi sizlarningki birinchidan saloyiting to'shmaydi.
Agar mening salohiyatım to'shadigan qilaman deyotgansa, mana bu birinchi qadam. Xalqning kuchiga ovoz qo'shinglar. Xalqning kuchiga o'zinglarning bir kishilik asinglarni qo'shinglar. Ashundaq bo'lganda andin o'zinglarning kuchini ko'rsatalaysizlar. Bu bir nuqta. Ani yana bir sizlarga yana bir deb qo'yilgan narsa, bu yerda nurg'ulg'an ushaq-tushak mundaq odam bilan odam o'tirishga jidalga aylanib kelayotgan bu ish. Bu narsa nayt seskinishga tegishli bir ish. Bunda ushaq jidalning ichiga hech qaysi kirmaslik kerak. Yo'qimsa ashninga azroqmi ovoz qo'shmaslik kerak. Mandaqcha aytganda siz ashninga azroqli ovoz qo'shdingizmi, xuddi siz kuyayotgan o'tga benzin chachqanga o'xshashli bir ish. Onda olsa bizning o'zimizning qilmoqchi bo'lgan ishimizniki bir chetga qilib qilib urush bilan jidal salas suluchilar ustunlikni yeb ketgan yo'qimsa ashu suning ustidagi ko'pikdek köpük bağlap ketgan ahvol kelib chiqadi. Shuning uchun biz ashning hammasininki oldini olish kerak. Shunga ushaq tushak jidaning hech qaysi qoida bo'yicha aralashmay bizningki asli qilmoqchi bo'lgan ishga markazni shu yerga markazlashtirib, o'zimizninki bijirishga tegishlik, o'zimizning majburiyatini ado qilishimiz kerak. Bu bir eng muhim ish. Ana eng oxiri men sizlarga yana bir deb qo'yadigan narsam, bu yerda bizning hozirgi mushu diasporadagi bas sistemning o'zi mukammal emas. Bu ichidan ma'lum darajada chirib ketgan yangilikni, yoqimsa yangilashni, inqilobni talab qiladigan sistem. Agar sizmi, menmi hech qaysimiz gap qilmasak, undan bu sistemga kimni o'zgartirish kirgizadi? Ondan olsa kim bizga kelib mush sistemni o'zgartib beradi? Kim bizga yangilik yaratib beradi? Yangilikni o'zimiz yaratamiz, o'zgartirgan ishni o'zimiz o'zgartiramiz. Shunga biz bir-birimizning o'tirisidagi o'xshamaslikni bir chetga qo'yib qo'yish kerak. Bizda davlat manfaati deydigan bir narsa bo'lishi kerak. Davlatning manfaati kelgan vaqtida, vatanning manfaati kelgan vaqtida sizningki u ushaqchik urushingiz yoki gap talashishingiz yoki bo'lmasa birisi bilan yana birisi bilan mandaq gapingizning bir yerga kelinmasligi yoki bo'lmasa hatto ideyalarning bir yerga kelmasa, u degan ikkinchi masala, uchinchi masala. Hatta eng oxirgi bir masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerdagi ish qanday qilganda biz bir yerga kelib, o'zimizning qilishga tegishli ishga diqqatimizni shu yerga markazlashtirish. Ashundaq bo'lganda ondan yangi bir sayna paydo bo'ladi. Inqilob degan ashundaq bo'ladi. Ondan sonra inqilobning ikkinchi bosqichi qanday bo'lishi kerak? Uchinchi bosqichi sizningcha nima bo'lishi kerak? Ana buning hozir nurg'ulg'an bizning mushadagi hozir tashkilotlarni ovoz qo'shimiz deb ulumi deygilik. Ondan sonra onun ovoz qo'shimiz deganning ma'nosi nima deganda, ularni biz o'zgartish kirgizishga, islohotga biz ovoz qo'shimiz, o'zimizni o'zgartishga, o'zimizni saqlashtirishga, yengilashga biz tayyor deganning ma'nosi chiqadi. Ondan sonra siz aşı besimni bermisiniz, ularni herkes şu nokta asan kelmaydi. Demek, xalqning kuchininki qanchalik zo'rligini mushuningda ko'rilishga bo'ladi. Har bir tashkilot, har bir odam, hatto har bir oilaning ichidagi har bir kishininki o'zimizninki ko'rsatadigan ashnaqa rolimiz bor. Shunga hammadan o'zimizningki qilishga tegishli ishimizni qilib, rolimizni joriy qildirishimiz kerak. Şunu meninki sizlerden ödünüm qandaşlar. Hazır 66 dek adam körev etibdi. Etrafındaki adamlarga tushundiringlar. Bu herkes bir tashkilot qo'pib, yana bir tashkilotni yo'qitib o'tadigan ish emas. Bu bizningki bu mustaqillik ko'rishimiz xeyli oldu davomlashib. Lekin 70 yilning yog'i shalg'utlashib ketgan. Lay bilan aralashib bir narsaga rangi o'zgarib ketgan bir holatga kelgilik. Ashni endi o'zimiz o'z qo'limiz bilan uni adolaydigan saqlashtirgan vaqt endi keldi. Onu endi adolaymiz. Shunga ashu petitionni har bir nuqta qarasanglar, uni nayti diqqat bilan, nayti ehtiyojlik bilan ilg'ab tanlab ashu nemiz paket bilan o'tirg'i qo'yilgan nuqtalar. Onu biz bundaq o'tirablı qo'piblam yezib chiqqan narsa emas. Ashning qatnashgan har bir odamningki nayti o'zi qattiq o'ziga mas'uliyatchanlik bilan o'ziga qattiq talab qo'yib turib yezib chiqqan nuqtada.
Şun o adetdeki bir noktalarken yakomsa şu bizninki xalq o'tirisiga bir jidal majra tug'dirishchi chiqarib qo'ygan narsa deb andaq bir oddiy ufqum bilan sizlar unda o'ylasanglar bo'lmaydi. Bu oddiy ufqum emas. Bu faqat hamma biz qilishga tegishlik ishning boshlanishi shu. İnqilab degan mana shunaq boshlandi. Inqilob xalq boshlaydi, xalq bas sistemaga bisim berdi. Sistem özünü özgərtişə məcbur oldu. Sistem özgərgəndən keyin ani yeni yollanış özlüyündən payda oldu. Man özgürlük degan mana bu şunaq oldu. Şunu biz elqi özümüz yalğan uyquğa petib alğan bulab, uxulğan holatga kirib alsaq, hech nima o'zgarmaydi bizniki. Andan keyin bu yana bir ishga haftaning ichida biz yana nurg'unligan, biz o'ylab baxmagan yangi o'zgarishlar chiqadi. Aş özgürlüğe biz tayyabmı, emasmı? Şunu mu oylaş gerek qarındaşlar? Ana hazır bizniki bütün vatanning işini buluvatgan iş soyqırım. Aşı soyqırım sizlarcha. Muşu bazı meyli Uyghur şaybin oldaysa yana birsiz aşlar tarafta itiraf qılınamdı. Aşınığı berilgen paket, aşınığı berilgen aşını tutkan yol, aş doğru yol mu? Aşını mı oylap bekiş gerek? Onun neticesi qanday oldu? Neticesi biz oylagandek çıkmamdı. Çıkımız qanday qılınız? Demek bu ilk teşkilçilik güçlük olsa, bu yerda bir mesuliyetçilik deyiz güçlük olsa, ananikin onun neticesiga bizde azrak işenç to'rg'izildi. Hazır Twitter'ga qarab baxsanglar, Twitter'ga bu başqa social medianing üstüne qarab baxsanglar, aşının içinde öz ishlayotgan odamlardimi aşınçırek işenç tuyg'usi yo'q. O aqida sağatıdır. Aşının özü bizga yeterli, yetib aşqidek nemiz şu paktning özü şu. Bizde özgürlük buluş gerek, bizde inqilab buluş gerek, bizde islahat buluş gerek. Yeniçi ideya, yeniçi yol bilan ish tutish çıkış gerek. Çıkmaydı eken, muş ottağan, müşündaq layıqıp patkan bulup keteyli verimiz. Oğulan sol çukum ayrılış gerek. Ben müstakillik, yakomsa hörlük üçün inqilab qılman deydi adam, ben inqilabçı da mayaqı ötüş gerek. Yakomsa ben camba qatim, ben nima kişilik hukuk üçün muş özümdeki sizbege manda katakning içinde hareket qilishni yaxshi ko'ratdim. Ben bir şeyde turman deydi qala, turgan yerde turuyvers bulaverdi. Onun hech kim ilqsan yoq turmaytin deb baxmidi. Onda deyishning zörülüyü yo'q. Lekin xalq ko'rish kerak. Ammo uni ağırlıqanligini bilish kerak. Biz mana hamma narsa bir-birsiga ömüçüknün toğrudak yakomisa laydek manda arılışıp ketkendiğin köre manda arılgandan keyin anından keyin nerede turup nerede to'xtaydiganligini biz mi bilamiz? Bizga mi aniqlashadi? Ondan biz meydanımızdan ki nerede buluş kerakligi, nereye qadam basmaslik kerakligi aşmı bizga aniq bo'ladi. Yani yana birisi o'yin o'ynaydiganligimi fursat olmaydi. Bu dava o'yin emas. Bu canı bilan kirib, qoni bilan kirib, jon bilan chiqadigan narsa. Oshniga biz tayyor emasmi? Uni o'ylab qo'yaylik. Shunga qarindoshlar, bu gapim uzra ketmasin. Mening sizlardan yanılam o'tindig'inim, shu amal bo'lsa, ash petitionni atrofingizga sizlar o'zingizlar tushuntirib, yoki bo'lmasa ozroq bir təşviqatını qılıb qoyunlar. Nima üçün bu petitiyaning chiqqanligini hozir tushuntirib qo'yinglar. Tushuntirgandan keyin ondan bu petitiyaning bir son azoq o'rlisin. O'rligandan keyin qancha kichik ovoz berilsa, hozirgi mush atrofdagi mushunga ko'z quloq qilib qarab turayotgan tashkilotlarningki azoq tulqi zingildisin. Ularning tulqi zingildimaydi ekan, o'zini hargiz o'zgartmaydi, chiriklik yana davomlashaverdi. Ko'ni hamon yana so'rilaverdi. Yeni iş çıkmaydı. Endin ziyanını kim tatıydı dese biz tatıyımız. Halk tatıydı. Vatanın içindeki kırılıvatkan, besilivatkan, ölevatkan bir günah halk tatıydı. Şuna inqilab başlandı qarindoshlar. Hammalarning ki muşunun avaz qo'shishinglarni umid qilaman.
Agar men haqiqatan men o'zim deymi bu shu tupurqimga men o'zim igi chiqaman deyotgansizlar, mana shu sizlarningki birinchi qadaminglar. Mishadan başlaysızlar. Müşədə özünlərinin məsuliyyətini işbarlaysızlar. Muşu sizlərinin fırsatınlar. Rəhmət qərindaşlar. Yeni bir fırsat olsa görüşəmiz.